Belqali. Bel yaxshi. Anaqa o'zi tekshirib ko'raman uyda. Uyda bilinmaydi oldingi og'riq yo'q. Oldingi og'riq yo'qoldimi? Yo'qoldi. Boshqalarnigini ko'raman bor. Dodlab yuboradi-da, sen o'shasan teginsan boshqa birovlarga. O'zingizga yo'q. O'zimda yo'q. Ha. Xudo shifo bersin. Avvalo Xudoda. Avvalo Xudo. Xudo shifo bergan bo'lsa hech narsa emas. Osmonga qarab yotasan. Osmonga qarab. Boş ver. Yatabilirim. Ha, ne yapalım? Oturasın sonra.
Yaxshimisiz? Yaxshi. Bitta turib bitta yoqa bor. Normalde bana mesela bu bakın demeden öttü mü bakın geldi. Tamam mı? Bitta boshda yoqa bu yoqa bukib aylantirib. Boşta. Normalde eğlenişimiz joyda tomonga hammasi Birorta joydan tortib netib yo'q. Qo'lida salqin endi qon aylanish sezildi faqat. xuddi shuncha bunday qilib. Makka, siz qarshilik ko'rsatasiz menga. Yo'q, tepaga sal ko'tar. Men pastga bosaman, siz tepaga ko'tarasiz. Zo'r. Aka, ko'krak qafasi egilib qolgan ekan. Hozir bo'yinda ham bor. Ko'krak qafasidagi to'g'rilama. Bo'yindagi 2-chi bilan 3-chi murtqa pog'onamiz ozgina keldi qoldi. Keramlarni qilsa Oxirigacha keladigan yo'q. endi yana bir oylardan keyin Fursat qilib yana bir kelib ketasiz. Keyin iloji boricha to'g'rilanishi ham sizni qo'lingizda. Mana muskul. Siz qandoq yursiz, shunga moslashib tortadi. To'g'ri, to'g'ri. Agar umurtqa pog'onani hozir ozgina bo'lsa ham keltirishga harakat qildimda bu tomonga. Agar siz boshda tik holatda to'g'ri ushlab bermasangiz, muskul tortaveradi. Bu muskul qo'yib yuborishi uchun boshda o'zingizdan oynakka qarab to'g'rilab turib, o'sha holatda хотя бы bir 5 minut, 10 minut ushlab turing. Mana muskul o'zini holatiga tortilib kela olmasa, umurtqaga yo'l bermaydi. Hozir moslashib bo'lgan. Muskul. Men to'g'rilashga harakat qilaman. Siz bir tomonga agar og'ib yurishga harakat qilsangiz, meni to'g'rilagan narsam yana tortib ketaveradi. Xayr. Hozir ko'krak qafasidagini to'g'riladim, ekala yelkangiz baravarlashib tengib qoldi. Hozir bo'yindagi ozgina bor 2-chi, 3-chi, 4-chi murtqa pog'onida hali ham qishish ozgina bor. Mayda ikkita muskul yonma-yon turib, jips o'tib ketganda murtqa pog'onaga. Ashi jips o'tib ketgan narsa murtqa pog'onaning ustidan o'tib ketgan bo'lsa, uchini egib men urib olishim uchun mana narsa svobodni bo'lishi kerak. Agar bu qatib tursa, urishim to'g'rilashi o'shancha qiyin bo'ladi. O'shuning uchun oynaga qarab, хотя бы 5 minut, 10 minut kadani tik holatda, vertikal holatda ushlab turing, o'sha tortayotgan muskul qo'yib yuborishga harakat qiladi. Agar ozgina muddat ichida og'rib qolsa, o'sha yerda uqalaysiz bo'ladi. Hozir bu tomonga sal og'rish kerak-da, Hozir qarang, hozir mana shu holatda to'g'ri turibsiz. Ana shu holatda to'g'ri turibsiz. Lekin hozir tortmayapti, lekin oldilarda tortardi-da.
tortishi uchun qarang, hozir tortmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin oynaga qarab mashq qilganingizda biroz tortishi mumkin. Tortganda og'rishi mumkin. Sababi siz boshni to'g'rilayman deb harakat qilyapsiz, buni muskul bermayapti-da. O muskul berishi uchun siz unga nagruzka beryapsiz, boshingizni to'g'rilab. Muskulga nagruzka tushgandan keyin muskul og'riydi. O'shuncha yonma-yon jichcha uqalab turib, minavazindan ozgina surkab turib, ozgina yana dam berib turib, hatto uyda bir o'zingizga qarab, oynaga qarab turib jichcha mashq qiling. Holatingizni. Чтобы man qilayotgan ishga u ham mos tushsin. Menga yordam bersin. Muskul. Kelishiga hozir yelkalar chotki bo'ldi aka. Rahmat. Hop, 15 kun, 20 kundan keyin agar qanaqadir bir o'zgarish yoki shikoyatli yoki boshqali og'riq yoki bir narsa qo'shilib netib qolsa, aka telefon qiling. Mana belizdagi og'riq xudo xolasa zo'r. Ko'krak qafasdagi zo'r. Bo'yindagi endi shu umurtqa pog'onani qiyshishini ozgina bo'lsa ham to'g'ri olsak, bo'yin dozaligini ko'krak qafasga to'g'ri. Bo'yindagini o'zini amalga olsak, xudo xolasa biz yutamiz. Xolasangiz 1 oyda, xolasangiz 1,5 oyda imkon qadar mashg'ulot qilib keling. Bizga ham yordam bo'ladi. Kiyim oling. Hop. Bugun siz bilan birga bittasi iltimos qiluvdi. Boraman. Qolgan kunlari ish kuni ekan. Obeddan keyin telefon qilib, "Uka borolmadim, dushanba kuni boraman" deyapti. Xudo xolasa endi. Rahmat sizga gapirib fikrim yo'q. Aha, bemalol mana sizga. Mana hurmatli tomoshabinlar, hech qanday anaqa nimadan cho'chimanglar, umurtqani urar ekan, qiyshaytirar ekan, sindirar ekan, endi urmasa to'g'rilanmaydi. Urmasa shifo topmaysiz. Endi Xudo shuni nima qilgan ekan, shunga shifo topdi, Xudoga shukr. Hech qanaqa Inshaalloh. qo'rqishni nimani keragi yo'q, qanaqa negativ fikr bildirish keragi yo'q. Albatta. Har kimga kerak odam o'zi nima qilib shifosini olsin. Iloyim. Amin. Aka rahmat kattaga Sizga qo'lingizlar ko'rmasin. Iloyim aytganingiz Siz ham shu bemorlarning dardiga malham bo'lib yuring. Iloyim. Mayli. Xo'p, aka rahmat kattaga.